G'oliblarni davom ettirishingiz mumkin. Kiryapti o'shanmi? Mhm. Hammamiz xabarimiz bor, 19 noyabr kuni muhtaram yurtboshimiz raisligida aholini kambag'allikdan chiqarish hamda ishsizlikdan xoli hududga aylantirish bo'yicha va keyingi navbatdagi vazifalar bo'yicha e, video selektor yig'ilishi bo'ldi. Bunda ham yilni qanday ko'rsatkichlar bilan yakunlash, 2026 yilda shu kambag'allikdan farovonlik sari dasturlarni bajarish bo'yicha bir qator topshiriqlarni berdilar. Shunga asosan bizda hozir bugungi kunda kambag'allikdan chiqarilgan oilalarni keyingi mana shu kambag'allikka tushmaslik bo'yicha chora tadbirlar berish. Ya'ni o'sha oilalarni daromadini bo'yicha nazorat o'rnatish birinchi navbatda shu topshiriq berildi. Shuni tushib qolmaslik bo'yicha. Ya'ni mana yil bo'yi umuman mana shu 5 ta etapda prezidentimiz 330-sonli qarorlariga asosan hozir 5-bosqich ketyapti. 5-bosqichimizda tumanimiz bo'yicha 223 ta oila tanlab olingan. Bularda 895 nafar aholini kambag'allikdan chiqarish maqsadli ko'rsatkichlar belgilab olindi. Bular bo'yicha 46 ta viloyat va tuman tashkilot rahbarlari biriktirilgan. Har birlariga mana 5 tadan oila. Bundan 14 nafari viloyat darajadagi tashkilot va korxona rahbarlari, 32 nafari tuman tashkilot darajasidagi tashkilot rahbarlari. Yana shu yerga bir hurmatli deputatlar alohida aytib o'tishimiz kerakki, mana qizil toifadagi kambag'al oilalarga passiv daromadlarni yaratish maqsadida kambag'allikni qisqartirish va bandlik jamg'armasi hisobidan 18 ta qizil toifadagi oilalarga 5 kilovatlik har biriga subsidiya asosida quyosh panellari o'rnatib berildi. Bu ham o'z navbatida shu kambag'al oilalarga passiv daromadni keltirishda o'z ahamiyatiga ega. Bundan tashqari joylardagi yo'l yoqasida bo'ladigan ayrim shu qizil toifadagi kambag'al oilalarga konteynerlar qo'yilib, mana savdo sotiq ishlari bo'yicha ham bu yo'lga qo'yilgan. Endi mana shu tumanimizda shu yil davomida o'tgan yilning oxirida belgilab olingandi 4 ta og'ir mahalla. Ya'ni Pahlavon, Degaron, Kumushkon hamda Katta Masjid mahallalari belgilab olingan edi. Bularga asosan dastlabki hisob-kitobga qaraganda 10 milliard 800 million so'mlik budjetdan mablag'lar ajratilishi ko'zda tutilgandi. Bularni har biriga bittadan tik quduq, ya'ni har biri 450 milliondan ketadigan tik quduq, latok, ariqlarni betonlashtirish, shu ishlar rejalashtirilgan. Transformatorlar o'rnatish vazifalari belgilangan edi. Shular bo'yicha biz mana shu 4 ta mahallaga ham tik quduqlar o'rnatib berildi. Hozirgi bugungi mana shu sessiyadan foydalangan holda shu yuqorida aytib o'tilgan 4 ta hududdan hurmatli deputatlarni saylangan deputatlarimizdan iltimos qilamiz. Shu tik quduqlarni ishlatilishini ham shu nazoratga olib bersangiz. Sababi bularga mana shu respublika budjetidan mablag' ajratilgan. Buni pirovard natijasida o'sha aholiga tomorqasidan ekib olish bo'yicha mana imkoniyatlar yaratib berilgan. Bundan tashqari mana Katta Masjiddagi o'rnatilgan tik quduq yonida 20 kilovatlik quyosh paneli o'rnatib berilgan. Buni ham mana o'z navbatida bu o'zini o'zi qoplab nima qilib beriladigan vazifa qo'yilganda bunga. Shuni ham bir nazoratga olib berishlaringizni iltimos qilardik bugungi sessiyadan foydalangan holda. Bundan tashqari hozir bugungi kunda yana qo'shimcha Degaron, Pahlavon, Kumushkon, Azamat va Uyrot mahallalarida jami hozir 7 ta tik quduqlar qozib, shu aholini tomorqasiga suv bilan ta'minlash bo'yicha ham ishlar boshlab yuborildi. Bular ham auksionga chiqarilgan, lotlar yutib olingan. Bugungi kunda tadbirkorlar tomonidan shu yuqorida aytib o'tilgan 5 ta hududga yana qo'shimcha tik quduqlar qozib beriladi.
Endi mahallalarni ixtisoslashuviga keladigan bo'lsak, bugungi kunda tumanimizda bu ham o'z navbatida mana shu ixtisoslashuv ham aholi daromadini oshirish, ishsizlikni kamaytirish bo'yicha, kambag'alligidan chiqarish bo'yicha ham o'z samarasini bermoqda. Ya'ni 5 ta hududimiz Degaron, Pahlavon, Hazora, Azamat hamda Uyrot mahallalari anorchilikka, Shibzon, Allon mahallasi, Nurafshon mahallasi issiqxonaga, Xonchorvoq mahallasi parrandachilikka, Do'stlik mahallasi chorvachilik bo'yicha, Kumushkon bilan Katta Masjid mahallasi sabzavotchilikka qo'shimcha mana shu chuqurlashtirilgan ixtisoslashuv bo'yicha ishlar olib borilmoqda. Bular ham o'z navbatida shu yuqorida aytib o'tilgan ishsizlikni, kambag'allikni qisqartirishga o'z hissasini qo'shadi. Hisobotim tamom. Agar kimda rahmat. Ana shu bizani o'zi mana qilgan ma'ruzasida qilingan ko'plab ishlarni aytib o'tdi. Qanaqa yana bizani muammolarimiz bor shularni yechish uchun aholi bandligini ta'minlashda, kambag'allikni qisqartirishda yuzaga kelayotgan muammolarimiz nimada? Shu haqda ham o'zini to'xtalsangiz. Endi mana shu kambag'allikdan qisqartirish mana shu holatni bu yerda yana qanaqangi muammolar duch kelyapti. Ya'ni mana 5 tadan oilaga biriktirilgan borib rahbarlar bilan birgalikda o'sha oilani uchrashgan paytimizda shu arzimagan bolalar nafaqasi 400 ming so'mga men ishlamayman deydi. Er xotin ikkalasi 7 muchasi sog' bo'lsa ham shu nafaqaga qarab qolganda boqamandachilikka. Hisoblab beryapmiz. Agar turmush o'rtog'ing qo'lidan tikuvchilik keladigan bo'lsa 1,5 milliondan 1,800,000 2 milliongacha ham beradigan joylarimiz borda, ish o'rinlari. Ishlasa 1 yilga kamida 18-20 million bo'ladi. Bu oladigan 400 ming so'm nafaqa 4,800,000 so'm bo'ladi 1 yilda. Solishtirib ko'rsang, yo'q shu narsani ushlab olingan. Yoki bo'lmasa, mana ayrimlarda shunday bo'lyapti. O'zlari kam oylik beriladigan joyga ishlab olyapti-da, o'sha nafaqani olish, qolgan paytga mana ustozchilik qiladi yoki bo'lmasa mana avtomobillarni ta'mirlash bilan shug'ullanadi-da, norasmiy daromad topiladi. Ya'ni soyada. Mana bugungi yig'ilishimizda ham viloyat hokimimiz apparat yig'ilishda ham mana shu narsalarni ham real legallashtirish bo'yicha ishlarni olib borish bo'yicha ham bir qancha topshiriqlar berildi. Shu yerda ham mana shu hurmatli deputatlarimizdan iltimosimiz shuni birgalikda amalga oshirsak yaxshi bo'lardi-da. Chunki mana ko'plar mana mahallani raislari ham hurmatli mana deputat bo'lib turibdilar. Ularning o'zlari ham mana shu oilalarga kirib chiqyaptilar. Qolganlarga mana shu narsani agar birgalikda harakat qilsak, menimcha yaxshi bo'lardi. Rahmat. Tushunarli. Hurmatli deputatlar, savollaringiz bormi ma'ruzachiga? Agar savollar bo'lmasa, iltimos qilaman sizlardan har birlaringizni familiyalaringizni aytmasimdan hamma kamerasini yoqsin. Alijon, Jumayeva, kim yana? Fuzayl. Zapis ketyapti deb gruppaga yozib yubordim. 21-maktab Ostona Zohid. Fuzayl Dushan. Agar ma'ruza sizlarga ma'ruzachiga savollar bo'lmasa, mazkur masala yuzasidan qaror loyihalari tarqatilgan, qaror loyihasini qabul qilishni ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar, betaraflar? Yo'q, qaror qabul qilindi. Rahmat, Xodimjon. Keyingi masala kun tartibidagi 4-masala 2025-yil 9 oy davomida sanitariya-epidemiologik holat chiqindilarni vaqtida olib chiqib ketish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar to'g'risida Karmana tumani sanitariya-epidemiologik sog'liq va jamoat salomatligi Karmana tumani bo'lim boshlig'i Sodiqov Aziz Orziyevichga beramiz. Marhamat. Aziz Orziyevich. Assalomu alaykum, hurmatli sessiya ishtirokchilari va deputatlar. 2025-yil shu davrgacha Karmana tumani sanitariya-epidemiologik sog'liq va jamoat salomatligi bo'limi tomonidan aholidan 11 ta murojaatlar kelib tushgan. Shundan 9 ta 11 ta ijobiy hal etilgan. 9 marotaba hamkor tashkilotlar bilan red tadbirlariga qatnashilgan.
2025-yil iyun oyi davomida Vazirlar Mahkamasining ikkinchi sonli qarori asosida Davlat xizmatlari portali orqali 22 ta yer tanlash xulosalar so'rovi kelgan. Shundan 21tasiga ijobiy xulosalar taqdim qilganmiz va 135 ta taklif loyihalar kelgan. Shundan 135tasiga xulosa berilgan, 37tasi kamchilik bo'lgani sababli qaytarilgan. Bu qayta o'sha kamchilik tuzatgandan keyin ularga ham ijobiy xulosa berilgan. Jami 40 ta obyektda qurilish ishlari yakunlanganligi sababli Davlat va ishchi komissiya qabuliga murojaatlar qilishgan va shundan 22tasi qabul qilingan, 21tasi kamchiliklar bartaraf etish uchun qaytarilgan. Joriy yilning iyun oyi davomida tumandagi mavjud 1086 obyektda nazorat ishlari olib borilgan. Shundan 131 ta obyektda tekshirishlar o'tkazilgan. Shundan 109tasi reja asosida, 22tasi esa rejadan tashqari tekshirilgan. Joriy yilning iyun oyi davomida ichimlik suvidan 146 ta namunalar olingan bo'lib, shundan 27tasi talabga javob bermagani aniqlangan. Ochiq suv havzalaridan kimyoviy tekshirish uchun 52 ta suv namunalari olingan. Shundan 39tasi talabga javob bermagan. Keyin tuman aholisi tomonidan iste'mol qilib kelinayotgan oziq-ovqat va xomashyosi va ozuqa mahsulotlarining gigiyenik me'yorlariga va sanitariya talablarga kimyoviy ko'rsatkichlar bo'yicha javob berishi ustidan laboratoriya nazorati bo'yicha 623 ta namuna olib tekshirilgan. Shundan 56tasi talabga javob bermagan. Bu foizga ko'radigan bo'lsa 5-8% tashkil qiladi. Keyingisi 2025-yil shu davrgacha o'tkazilgan tekshiruv va laboratoriya tahlillari natijalariga ko'ra 110 ta sanitariya gigiyena va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlarni bajarmasdan qonun buzilish holatlariga yo'l qo'yilgan shaxslarga nisbatan 92 ta javob ma'muriy bayonnomalar to'ldirilgan. Shundan 13tasi undirilgan. Jami undirilgan jarima miqdori 19.450.000 so'm tashkil etadi. 15 ta ish sudga chora ko'rish bo'yicha o'tkazilgan. 2 ta obyektda faoliyati vaqtincha 10 ish kuniga to'xtatib qo'yilgan. 29 ta o'sha xodimlarga xodimlar vaqtincha ishdan chetlatilgan. Joriy yilning 10 oy davomida o'sha laboratoriya tekshiruv natijalari va o'tkazilgan ichki ishlar bilan birgalikda soliq nazorati hamda Milliy gvardiya xodimlari bilan reyd jarayonlarida tegishli tashkilotlar ishtirokida iste'molga yaroqsiz deb topilgan oziq-ovqat mahsulotlaridan 8075 kilogramm mahsulotlar sotuvdan olinib, yo'qotilgan. Bularni yoyib ko'radigan bo'lsa 7820 kilogramm sabzavot va poliz mahsulotlari hamda tuzlamalar, 28 kilogramm go'sht va go'sht mahsulotlari, 227 kilogramm sut va sut mahsulotlari. Shundan 221 kilogrammi xabarlarimiz bor Andijon muzqaymoqlari. M37 yo'l bo'yidagi sifati kafolatlanmagan muzqaymoq mahsulotlari. Chiqindi masalasiga keladigan bo'lsak, chiqindini o'z vaqtida olib ketishilishi yo'lga qo'yilgan hozir, lekin chiqindi bilan tuman ikkilovga bo'limi shug'ullanadi. Baribir ham biz ham nazorat qilamiz. O'sha chiqindi olib ketilgandan keyin o'sha tagini dezinfeksiyasi, boshqasi hammasini nazorat qilamiz. Har bitta mahallaga xodimlarimiz ajratilgan. Kundalik reyd tadbirlarni olib boradi. 39 ta mahallaga, har bitta mahallaga xodimimiz biriktirilgan. Bundan tashqari har bitta mahallaga o'zim boshchiligimda har oyda bir marotaba sayyor qabul tashkil qilganmiz. Bir oyda 3 ta 4 ta mahallani ko'ramiz. Aholi bilan uchrashib, muammolarni joyida bartaraf qilib kelmoqdamiz. Shu bilan hisobotim qisqacha tugadi. Savollar bo'lsa, marhamat. Rahmat, marhamat. Kimda savol bor aziz o'qituvchilar? Hurmatli deputatlar. Agar savollar bo'lmasa, demak, mazkur masala yuzasidan sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan. Qaror loyihasini qabul qilish uchun ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar? Betaraflar?
Yo'q, qaror qabul qilindi, rahmat. Kun tartibidagi navbatdagi 5-chi masala O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2024-yil 11-oktyabrdagi 665-sonli qaroriga muvofiq Karmana tumani obodonlashtirish boshqarmasi tasarrufidagi ichki yo'llarni saqlash va joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha 2025-yil uchun dastlabki manzilli ro'yxat asosida bugungi kunga qadar tuman hududida ichki yo'llarni joriy ta'mirlash ishlari bo'yicha olib borilgan ishlar to'g'risida so'z navbati Karmana tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i Kamolov Obid Nursidiqovich, marhamat Obid Nursidiqovich. Markaziy studiyada qatnashyapti, o'zimiz studiyada qatnashyapti. Hozir beraman, marhamat. Assalomu alaykum, sessiya ishtirokchilari hamda deputatlar. Men Kamolov Obidjon Nursidiqovich, Karmana tumani obodonlashtirish boshqarmasi boshlig'i lavozimida ishlab kelaman. Muhtaram Prezidentimiz tashabbusi bilan respublikamizda juda ko'p islohotlar amalga oshirilmoqda. Shulardan biri 2023-yil 13-oktyabrda Davlat soni yo'l xo'jaligi sohasida yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 11-oktyabr 2024-yil 11-oktyabrdagi 665-sonli qarori shaharlar va boshqa aholi yashash punktlarida ichki xo'jalik yo'llarini takomillashtirish to'g'risida qarorlar yuzasidan ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bugungi kunda ushbu qarorlar yuzasidan Karmana tumani obodonlashtirish boshqarmasida yo'l ko'prik xo'jaligi foydalanish bo'limi yangidan tashkil etildi. Hozirda bo'limda bitta bo'lim boshlig'i, bir dona muhandis, 4 dona ishchi hamda 2 dona 4 dona shofyordan tashkil topgan. Karmana tumani obodonlashtirish boshqarmasida yangi texnikalar bilan jihozlangan. 1 dona greder, 1 dona katok, 2 dona samosval 10 tonnalik, 1 dona vodovoz hamda 1 dona freza olib kelindi. Tuman hududidagi ichki yo'llarning jami uzunligi 261,642 km tashkil etadi. Shundan 55,923 km sement beton qoplamali yo'llar, 400,751 km asfalt beton qoplamali yo'llar, 246,573 km shag'al qoplamali yo'llar, 56,943 km tuproq qoplamali yo'llardan iborat. Bundan tashqari Karmana tumani obodonlashtirish boshqarmasi tomonidan O'zbekiston Respublikasining Vazirlar Mahkamasining 11-oktyabr 2024-yil 665-sonli qaroriga asosan tumandagi mahallalardan Deyagalon mahallasida 450 metr, Arg'ut mahallasida 713 metr, Xo'jaqishloq mahallasida 395 metr, Mirsayit Bahrom mahallasida 305 metr, Beshkent mahallasida 170 metr, Uyrot mahallasi 222 metr, Qo'ynaqo'rg'on mahallasi 398 metr, Do'rma mahallasi 240 metr ichki yo'llar asfalt qoplamasi yotqizildi. Ishlar hozirda davom ettirilmoqda. Jami asfalt qoplamali yo'llarimiz hozirda bo'lganda 5 bo'ladigan dasturga kiritilgan yo'llarimiz jami uzunligi 5 kilometrni tashkil etadi. Shundan shag'allashtirish yo'llarimiz 14 kilometrni tashkil etadi. Shag'allashtirish, shuningdek, Shirzon mahallasida 1 kilometr 75 metr, Nurafshon mahallasida 547 metr, Malik mahallasida 263 metr, Arg'un mahallasida 930 metr, Yangivar mahallasida 486 metr, Beshkent mahallasida 325 metr, Xalqoq mahallasida 734 metr, Kalot mahallasida 523 metr, Ko'hnaqo'rg'on mahallasi 300 metr, Kumushkon mahallasi 1 kilometr 659 metr, Azamat mahallasi 265 metr, Ayronchi mahallasida 1 kilometr 30 metr, Yangi Hayot mahallasida 3 kilometr 11 metr yo'llarni shag'allashtirib bo'ldik. Jami shag'allashtirgan yo'llarni 14 kilometr 440 metrni tashkil etadi. Shuningdek, bizning oldida balansimizga olingan ko'priklar 46 tani tashkil etadi. Piyodalar yo'lagi 22 kilometr 348 metrni tashkil etadi. Shundan ariqlar, latoblarimiz 20 kilometr 460 metrni tashkil etadi. Hurmatli kengash ishtirokchilari, Karmana tumanidan obodonlashtirish maqsadida amalga oshirilib rejalashtirish ishlari bundan davom ettirilmoqda va sizlarga yana axborot berib bormoqchiman.
Rahmat. Kimda savollar bor? Marhamat, savollar bo'lsa. Marhamat. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Biz kengashda shu takliflarimizni bergandik. Birinchi o'rinda o'sha ta'mirtalab ko'chalarimiz bor. Mana Mirsaid Bahrom mahallasida Ko'klam ko'chasi bor, oldingi nimani parkga chiqadigan ko'chada. Bu Qo'shqor Qarshiyevdan tushib kelib bu yoqqa chiqadigan joy. O'sha ko'cha judayam ta'mirtalab. Aholidan qancha bizga shikoyatlar tushyapti. Shunaqa joylar birinchi o'rinda ta'mirlasangiz bo'lmaydimi? Necha marta yig'ilishlarda takliflarimizni aytdik turib. Shuni so'ramoqchi edim. Qachon qilasizlar shu ko'chani remont, a? Mana shu bizlar qilgan hozirgi shag'allashtirib bo'ldik, shag'allashtirish tugadi 2025ga. Endi faqat hozir yamishni bilan asfalt berganmiz. Mana shu qilinayotgan ishlarimiz ham bari murojaatlar kelib tushgan. Eng og'ir ko'chalar, serqatnov ko'chalar bo'lgani uchun o'sha berilgan mablag'ga asosan dastur qilinib, rejalashtirib qilinmoqdamiz. Endi 26-yil, 2026-yil yangi dastur qilinadi. Ana o'sha dasturga keyingi o'sha eng og'ir ko'chalar hamda nima deydi? Ko'p murojaat kelib tushadi. Borib o'rganilganda hatto og'ir. Mana asosan bizlarda maktab, bog'cha, mana shunaqa serqatnov joylar birinchi o'rinda ana shunaqa joylar rejalashtirilgan. Bu savol bermoqchisimda, bu hozir deputatimiz aytayotgan bu ko'cha, bu dasturga tushgan ko'cha. Dasturga tushgan ko'cha. Dasturga tushgan ko'cha haqida aytyapman. Agar dasturga tushgan bo'lsa, bu ko'cha, ko'kalam ko'cha tushgan bo'lsa, u hali davom ettirilmoqda bu yerda. Hali ish ketyapti. Shag'allashtirish tugadi. Agar yamishniga tushgan bo'lsa, asfaltga tushgan bo'lsa, u bo'ladi dasturda. Hali davom ettirilmoqda. Hozirgi kunda texnikalarimiz bilan ishchilarimiz Farhod mahallasida nima deydi, asfalt tagini taxlayapti. Bizga qachon ana shu hukumat deputatsizligi Mirsaid Bahrom mahallasi. Shundaymi? To'g'ri, Mirsaid Bahrom mahallasi. Ha, shunday Mirsaid Bahrom mahallasi. O'sha bo'yicha bizga qisqa ma'lumot kerak edi, chunki juda ko'p murojaat bilan shu hukumat deputatimiz chiqqan bizga, keyin Yusuf aka chiqqandilar, yana boshqa deputatlarimiz bor. Asosan bizga ana shu dasturga tushganlar bo'yicha so'rayapti. Dasturga tushgan bo'lsa, albatta bo'ladi. Dasturga tushgan bo'lsa bo'ladi. To'g'ri, dasturga tushgan. To'g'ri, dasturga tushgan. Berganman. Adashmasam dastur tasdiqlangansidagi berganman. Agar o'shanda bo'ladigan bo'lsa, 100% bo'ladi. Shuni tezlashtirish kerakda. Yana bitta masalan aytmoqchi edim. Mana o'zim turadigan Ulug'bek ko'chasida suv olib o'tadi-da. Mana bolalar bog'chasi bor, 7-bog'cha. Birinchi boshqa yoqdan olib o'tdi. Hozir endi bizni ko'chamizni buzib suv olib o'tdi. Keyin ko'chamizni boshiga ya'niki arzon magazin qurilgan, ular ham qozadi ha deb suv olib o'tadi. Asfalt, yaxshi asfaltni buzadi-da. Tayyor yaxshi qilingan asfaltni buzib, chuqur qozib, ya'niki suv o'tkazadi. U yoqdan bu yoqqa necha martalab. Bu nima, buni ham bir tartibi bormi? Xohlasa u yoqdan suv oladi, xohlasa bu yoqdan asfaltlarni buzib tashlaydilar. Buni tartibi bor, apa. Mana bu suv agar tortmoqchi bo'lsa, gaz nima bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda bizlardan order oladi. Orderda mana bu yo'l harakati xavfsizligi xodimlari, Siviyaz, hamma tashkilotlar pechat urib, qo'l qo'yib beradi, keyin bizga keladi. Biz bir hafta yo 10 kun ichida yana asl holatiga qaytarish bitta kafolat xati olib, bizlar order qilib beramiz. Agar ordersiz buzadigan bo'lsa, biz tegishli idoraga xat qilib beramiz. Ordersiz agar buzadigan bo'lsa, qo'lidan order bo'ladi. Yaxshi, tushunarli. Rahmat javob uchun. Agar shunaqangi nimalarni ko'rgan bo'lsangizlar, orderini ko'ringizlar. Agar yo'q bo'lsa, uchun noqonuniy buzib, o'zi nima qiladi? Chunki buzgandan keyin bir hafta uzoq 10 kun ichida yana asl holiga qaytarib qo'yadi u. Kim buzgan bo'lsa. Tushunarli. Tushunarli. Rahmat, hurmatli
Obod Mursidoviç. Ma'ruzachiga savollar bormi? Hurmatli Savolim deputatlar? bor, bir savol. Marhamat, bering. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar. Men savolim bordi. Mana shu 2025-yil tasdiqlangan manzilli ro'yxat bo'yicha o'sha yerda yo'llarni shag'allashtirish bordi yoki joriy ta'mirlash bordi. Shular necha foizga bajarilyapti? Mana misol shag'allashtirish 2000 manzilli dasturda necha kilometrda? Mana hozir yil oxiri kelyapti, necha kilometr? Mana hozir 14 ming metrda yo'q bajarilyapti. Keyin ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha o'sha 29 dan nechta mahalla bor, adashmasam manzilli ro'yxatda. Shular hozir o'sha ichki yo'llarni ta'mirlash bo'yicha hammasi bajarildimi 100%? Yoki bajarilmagan bo'lsa, necha kilometr qolgan? Mana yil tugayapti hozir. Keyingi savolim shunday bo'ladiki, mana 26-yil manzilli dasturida buni tartibi qanday bo'ladi hozir? Misol, biz o'tgan shu may oyida nima aytdik, deputatlarni fikrini inobatga olinglar, bir maslahatlashib, shunga deputatlar ham biladi, misol, qayerdan murojaat qilyapti. Haqqi berilgan bo'ladi. Rahmat. Shag'allashtirishimiz 100%ga bajarilgan. 14 kilometr 440 metr shag'allashtirish yakuniga yetgan. Asfalt hamda yamishimiz 5 kilometr tashkil qiladi. U shunga qadar hali 50%dan ziyodroq bajaradi. Ishimiz hali yamishimiz turibdi. Chunki shag'allashtirish yaqinda tugatib, endi yamishniga asfaltga o'tdik. Ikkinchi savollarga javob bering. Lekin savol keyingi 26-yil dasturga sizlar buni inobatga olamiz, chunki sizlarga birinchi taklifimiz kiritamiz. Asosan boyagi deputatlar aytganlaridek, birinchi og'ir joylar qo'yiladi. Birinchi o'rinda og'ir o'sha maktab, bog'cha bor joylar asosan ana shu joylar tanlab olinadi. 26-yilga endi mablag'i qanday beriladi? Agar ko'proq bersa, bizga shuncha yaxshi ko'proq. 4 million berdi, shunga yarasha dastur qilganmiz. Balki undan ko'proq berishi mumkindir. Yaxshi, bizga bir narsani ayting-chi, Obod Mursidoviç. Mana shu 2665-sonli qaror bo'yicha ishlar har doim qachon boshlanadi? Har yili qachondan boshlanadi? Biz qachondan taklifimizni beraylik? Yil boshida taklif berildi-sizlar. 2026-yildan taklif berildi. Yana takliflar beriladi. O'sha o'zimiz xomaki dasturchan qilamiz. Uni keyinimizda kiritamiz. Kelishilgan holda keyin tasdiqlanadi. Rahmat. Hurmatli deputatlar, savollar bormi? Agar savollar bo'lmasa, sizlarga qarorlar, mana shu mazkur masala bo'yicha qaror loyihasi tarqatilgan. Demak, qaror loyihasiga ayrim o'zgartirishlarni kiritish, mana bizlarning takliflarimizni inobatga olinishini kiritgan holda qaror loyihasini qabul qilishga ovozga qo'yaman. Rozilar? Qarshilar, betaraflar? Yo'q. Qaror qabul qilindi. Rahmat. Navbatdagi kun tartibidagi 6-masala yuzasidan Karvon tuman tibbiyot birlashmasi bo'limida korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha olib borilgan ishlar va ko'rilgan choralar xusus aslida Yusuf Xudoydan ishonishga berilishi kerak edi. Bugungi kunda hozir bular to'g'ri qatnashyapti sessiyada, lekin asosiy ish joyidagi apparat yig'ilishi bo'layotganligi uchun ruxsat bersanglar, men ma'ruza qilsam. Bu to'g'ri juda ham ko'p baradan iborat. Men qisqa qilib aytib o'tmoqchiman. Tibbiyotni boshlig'i nima turibdimi? Nima edi? Sessiyada qatnashyaptimi? Bahrim aka. Hozir ular nima qiladi? Mayli. Qo'shiladi sessiyamizga. Ishchi guruh tuzilganda xabarlarimiz bor. Shu yilning boshida, demak, korrupsiyaga qarshi kurash bo'limi komissiyasini rais boshchiligida va joylarda o'rganish ishlari olib borildi. O'zbekiston Respublikasining 2012-yil 3-yanvardagi korrupsiyaga qarshi kurash to'g'risidagi 409-sonli qonun va ushbu qonun ijrosini ta'minlash borasidagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2012-yil 2-fevraldagi korrupsiyaga qarshi kurashish to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunining qoidalarini amalga oshirish choralari to'g'risidagi FQ 27/2 hamda 2022-yil 12-yanvardagi korrupsiyaga qarshi kurash ishlarining samaradorligini reyting baholash tizimini joriy etish choralari to'g'risidagi FQ 81-sonli qarorlari
O'zbekiston Respublikasining 2024-yil 5-iyundagi manfaatlar to'qnashuvi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonuni 901-sonli va ushbu qonun ijrosini ta'minlash maqsadida muhtaram Prezidentimizning vaqt 200-sonli qarorlari, korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi Respublikamiz hukumatining boshqa normativ huquq hujjatlari talablaridan kelib chiqqan holda, Karmon tuman tibbiyot birlashmasi uning quyi tizimlarida faoliyat yuritayotgan tibbiyot xodimlari tomonidan korrupsion jinoyatlarni hamda huquqbuzarliklarni sodir etishni yo'l qo'ymaslik va uni oldini olish borasida tumandagi huquqni muhofaza qiluvchi idoralar xodimlari bilan hamkorlikda ishlab chiqilgan yo'l xaritasi va chora-tizimlar rejasi talablari asosida bir qator ishlar amalga oshirilgani o'rganildi. Jumladan yuqorida qayd etib o'tilgan O'zbekiston Respublikasi korrupsiyaga qarshi kurash borasidagi qonun va boshqa normativ huquqiy hujjatlar ijrosini ta'minlash borasida mahalliy huquqni himoya qiluvchi idoralar mas'ul xodimlari o'tgan 2025-yilning 6 oy davomida joriy o'tgan davr davomida esa 8 marotaba tuman tibbiyot birlashmasi va uning quyi tizimlarida mansab soxtakorligi, davlat mulkini rostrata yo'li bilan talon-taroj qilmaslik, firibgarlik, ta'magirlik, pora olish, pora berish yoki pora olib berishda vositachilik qilish, mansab soxtakorligi, bemorlar hayotini xavf ostiga qoldirish kabi korrupsion jinoyatlarni sodir etilmasligini oldini olish borasida hamkorlikda qo'shma yig'ilishlar o'tkazib, tibbiyot xodimlariga ushbu korrupsion jinoyatlarning og'ir oqibatlari, sodir etilgan jinoyat uchun jazo muqarrarligi, ishlayotgan jamoasi, yashab kelayotgan mahallasi, ayniqsa qarindosh-urug'lari, quda-andachilik o'rtasidagi juda og'ir illat egiga olib yurgan oq xalatni qora dog'ga botirish juda og'ir oqibatlarga olib kelishi, shunga o'xshash holatlarni yo'l qo'ymaslik borasida bir qator targ'ibot tadbirlari amalga oshirilgan. Yo'l xaritasi borasida ularda alohida buyruq bilan mas'ul biriktirilgan, o'rganish jarayonida shu narsa bo'lgan, qaror buyruq bilan biriktirilgan. Undan tashqari, demak, korrupsion holatni oldini olish bo'yicha maxsus quti tashkil qilingan. Shuningdek, ayniqsa mana bu vrachlarni, tibbiyot xodimlarining oldiga kirishda, navbatda turishda, shunaqa holatlarni, korrupsion holatlarni oldini olish bo'yicha o'zida ham tibbiyot birlashmasida ham elektron demak elektron ro'yxatga olish tizimi joriy qilingan. Bilamiz, aytishlari mumkin, qanchalik darajada demak mana shu korrupsiyaga qarshi kurash borasida qilinayotgan ishlarga qaramasdan baribir ko'proq mana shu tibbiyot sohasida, ta'lim sohasida mana shu korrupsion holatlar uchraydi. Undan tashqari ayniqsa bemorlarni, tibbiyot xodimlarini, vrachlarni oldiga borganda ularni o'zlarining maxsus firmalari bilan birga til biriktirgan holda aptekalarga jo'natish, o'shalarni orqasidan demak sovg'a salomga ega bo'lish holatlari ham uchraydi degan masala qo'yilgan. To'g'ri, bunaqa narsalar bor, ko'rib chiqilgan bunaqa narsalar va buni oldini olish bo'yicha ham ko'proq shu ishlar qilingan. Mana aytilyapti, demak, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, prokuratura, ichki ishlar xodimlari bilan birgalikda demak tadbirlar amalga oshirilgan. Birlashmaga tibbiy ko'rikdan o'tish va davolash uchun tashrif buyurayotgan fuqarolarning tibbiy xodimlarning ularga bo'lgan muomalalari, bemorlar va ularning yaqinlarini ta'magirlik yo'li bilan turli xil qimmatbaho buyumlar yoki boshqa shunga o'xshash narsalarni ta'magirlik yo'li bilan talab qilayotgan aniqlash maqsadida ishonch telefoni va adolat hududlari tashkil etilib, birlashmaga fuqarolarning kirish chiqish uchun mo'ljallangan asosiy eshiklar yonida korrupsiya holati haqida xabar berish imkoniyati yaratilgan. Birlashmaning davolash bo'limlari va aholi davlat tomonidan berilgan dorilar ro'yxatini ochiq va barchaga ko'rinadigan joyga ilingan. Korrupsiyaga qarshi targ'ibot vositalari va ishonch telefonlari aks etgan plakatlar mavjud bo'lib, ushbu plakatga korrupsiya to'g'risidagi qabul qilinayotgan qarorlar, buyruq, nizom va qo'llanmalar bilan yangilanib, o'z vaqtida filial ishchi xodimlari diqqatiga yetkazib berilgan. Ishchi xodimlar orasida korrupsiyaga qarshi kurash va unga yo'l qo'ymaslik borasida anonim so'rovnomlar o'tkazilgan. Tumandagi tibbiyot birlashmasi tarkibida bitta ko'p tarmoqli markaziy poliklinika, bitta bolalar poliklinikasi, bitta oilaviy poliklinika va 11 oilaviy shifokorlik punktlari mavjud bo'lib, ushbu muassasalarda 2027 nafar xodim, shu jumladan 200 nafar shifokor, 1822 nafar o'rta va kichik tibbiyot xodimlari, mutaxassislari faoliyat yuritib kelyapti. Korrupsiyaga qarshi kurash yo'nalishida korrupsiyatsiz soha loyihasi doirasida har bir muassasada qismida ishonch telefonlari 1003, 103 va boshqa profilaktik materiallar joylashtirilgan. 103 raqamli ishonch telefoni orqali to'g'ridan-to'g'ri murojaat qilish imkoniyati yaratilgan. Yozma va og'zaki murojaatlar mas'ullar tomonidan tezkor o'rganilib, qat'iy choralar ko'rilishi yo'lga qo'yilgan.
Shu bilan birgalikda tizimda amalga oshirilayotgan islohotlar, tanlovlar va sektorlar va ochiq muloqotlar, ommaviy axborot vositalari va boshqarmaning internet hamda ijtimoiy tarmoqlarda rasmiy sahifalar orqali muntazam yoritib borilgan. Bugungi kunda Karmon tuman tibbiyot birlashmasiga korrupsiyaga qarshi kurash va uni oldini olish borasida olib borayotgan targ'ibot, tashviqot ishlari olib borish natijasida ushbu nashri 2025 yil o'tgan davr mobaynida tibbiyot birlashmasi va uning quyi tizim ichki xodimlari tomonidan qonun buzilish holatlari va huquqbuzarliklar sodir etilishiga yo'l qo'yilmagan. Mazkur masala yuzasidan mana mavzu tugadi. Bu yerda ko'proq bo'lganligi uchun 5 varaq adashmasam, men qisqa va aniq qilingan ishlar bo'yicha to'xtalib o'tdim. Bu albatta nima deydi, yaxshi holat. Agar targ'ibot, tashviqot ishlari olib borilib, yo'l qo'yilmaslikka erishilgan bo'lsa, bu qandaydir bitta progress deb hisoblayman va korrupsiyaga qarshi kurash komissiyasini keyingi jabhalarda korrupsiyaga qarshi kurash bo'yicha olib borish ishlarini davom ettirishni so'rab qolaman. Mazkur masala yuzasidan sizlarga qaror loyihasi tarqatilgan, qaror loyihasini ovozga qo'yaman, tasdiqlab berishlarini so'rayman. Rozilar? Qarshilar, betaraflar yo'q. Rahmat, qaror qabul qilindi. Endi, hurmatli deputatlar, kun tartibidagi boshqa masalalarga o'tamiz. Navbatdagi 7-chi masala O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maslahatchisi Ma'lumotning 2025 yil 2-oktyabrdagi 09-16-09 sonli xatining ijrosini ta'minlash, shuningdek, infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armasi mablag'laridan Karmon tumanidagi mahallalarda faoliyat yuritayotgan ijtimoiy xodimlar faoliyati samaradorligini oshirish hamda aholiga mahalla darajasida ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmat va yordamlar qamrovini yanada kengashtirish maqsadida 20 dona kompyuter jamg'armasini sotib olish uchun mablag' ajratish to'g'risida so'z Karmon tumani inson ijtimoiy xizmatlar markazi direktori Jumayev G'iyosulxonovga. Marhamat, G'iyosulxonovich. Assalomu alaykum, hurmatli deputatlar, sessiya ishtirokchilari. Sizlarga ma'lumki, davlat rahbarining 2025 yil 30-yanvardagi 17 sonli farmoni bilan tuman hokimliklari huzurida yuridik shaxs maqomiga ega bo'lmagan infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armalarini tashkil etish belgilangan va ushbu jamg'armaga yo'naltirilgan mablag'lardan foydalanish xalq deputatlari tuman kengashlari qarorlari asosida amalga oshirilishi belgilab qo'yilgan. Shuningdek, infratuzilma va ijtimoiy barqarorlik jamg'armalari faoliyatini samarali tashkil etish maqsadida quyidagilarga ruxsat berilgan. Jumladan, tumanda aholining hayot kechirishiga salbiy ta'sir ko'rsatayotgan ijtimoiy-iqtisodiy, tashkiliy, amaliy va infratuzilmaviy muammolarni bartaraf etishga qaratilgan chora-tadbirlarni va shuningdek, boshqa zarur xarajatlarni moliyalashtirishga yo'naltirilishi belgilangan. Yuqorida ham ta'kidlab o'tdilar, ijtimoiy himoya tizimi samaradorligini oshirish hamda aholiga mahalla darajasida ko'rsatiladigan ijtimoiy xizmatlar va yordamlar qamrovini yanada oshirish, kengaytirish maqsadida mahallalardagi ijtimoiy xodimlar faoliyati uchun zarur inventarlar belgilangan tartibda ushbu jamg'arma mablag' hisobidan ta'minlanishini so'rab, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining maslahatchisi Ijtimoiy himoya milliy agentligi direktori tomonidan xat kiritilgan hududiy viloyat va viloyat hokimliklariga ushbu xatni ijrosini ta'minlash maqsadida markazimiz tomonidan ham tuman hokimiga xat kiritilgan va tegishli xulosalar berilgan. Bugungi kunda o'sha xatlar o'tkazganimizda umumiy hisobda 20 ta mahallamizdagi faoliyat olib borayotgan ijtimoiy xodimlarimizni kompyuter jamlanmasiga ehtiyoj borligi aniqlangan. Ushbu yuzasidan biz tegishli yig'ilish bayonnomasini ishchi guruh o'sha tuman hokimligi huzurida tuzilgan ishchi guruh bilan tegishli yig'ilishni o'tkazib bayonnomani ham taqdim qildik va 180 million so'm bugungi kunda mablag' talab etilishi belgilangan. Ushbu masalani kengashda muhokama qilib tegishli qaror loyihasini tasdiqlab berishlaringizdan amaliy yordam so'raymiz. Ma'ruzam axborotim tugadi. Savollar bo'lsa, marhamat. Rahmat, G'iyosulxonovich, marhamat. Ma'ruzachi savollar bormi? Agar savollar bo'lmasa, qaror loyihasi sizlarga berilgan. Shu qaror loyihasini qabul qilishni ovozga qo'yaman. Rozilar? Hamma kamerasini yoqsin-da. Qarshilar, betaraflar yo'q, qaror qabul qilindi. Hozir tugaydi. Biz ikkita masala qoldi. Rahmat, G'iyosulxonovich. Ikkita masala qoldi. O'sha ikkita masalani birdan o'qiyman, shu bilan tugatamiz, hurmatli deputatlar. Shuning uchun keyingi 8-9 masalalar bu